Давайте, o'zi gapiradi. Mana biz bugun Mahalla telekanalidagi Minbar Talk Show'ga taklif etildik. Bu yerda biz tadbirkorlarni bankrotligiga sabablarni o'rganib chiqdik. Masalan, aka bu yerda birinchi marta ilk marotaba boshlovchi bo'ldilar. Bugungi ko'rsatuv qanaqa bo'ldi? Yuqori darajada men ochig'i kutmaganda ekspert bo'lib kelaman desam, qarasam menga joy qolmagan ekan va sekin-astalik bilan aytmasdan va hamma narsa syurpriz toifasida bo'ldi. Olib kelib bizlarni taklif etildi. Menimcha buni muxlislarimiz baholasa kerak. Albatta, psixolog sifatida meni fikrlarim, biznes vakili sifatida sizga o'rinlimi, o'rinli? Meni sizga beradigan savollarim juda ko'p. Bitta reels bunga yetmaydi. Podkast qilamiz, og'riqli masalalardan gaplashamiz va Dilafruz Yusupova opam meni. Mana shu opam menga syurpriz qildilar. Men aytmasdan mana hozir ekspert qilib taklif etishgan uchun rahmat. Minbarni tomosha qilinglar, ayollarni hurmat qilinglar, tadbirkorlikni yaxshi ko'ringlar. Rahmat hammaga taklif uchun.